bering endi. Bilmadim, ustalarga ishonmayman. Ishonmasangiz nima qilasiz ishlatib? Aldama ishlarmi, pulimga xiyonat qilma ishlarmi? Menga birovni haqqi kerak emas aka. Qaranglar, lekin ushlasham yomon qilaman. Aldagan 5 ta harf bo'lsin. Nima ikkalangam gerda yuribsan? Men bergan pulga ishonib yuribsanmi? Bizni yurishimiz shunaqa. Pulim joyidami? Joyida. Qara lekin o'tgan yili elektrikni itaruvdim. 3-etajdan. Sanlarni ham itaraman. 4-etajdan. Xo'p. Aldasang. Ofitsiant, bizga 1 kilo tandir bering, yog'li joyidan bo'lsin. Ana. Kimning puliga tandir zakaz beryapsan, ha? Meni pulimgami? Nima deganingiz aka, o'zimizning pulimiz bor-ya. Qara lekin o'tgan yil bitta elektrikni sop qo'yuvdim. Qobig'iga. Agar senlar ham meni aldasalaring, sop qo'yaman qobig'ingga. Mana qo'polagansiz aka. Meni pulimga men aytgan narsani ol faqat, tushundingmi? Hay, 97 lik, 342. Ana, bolgarskiy, ushadimmi? Meni pulimdan kimga pul o'tkazyapsan? Aka, sizni pulingizdan вообще ishlatganim yo'q, ishoning. Qara lekin o'tgan yil bitta mebelchini buzib qo'yganman. Drelini. Seni ham buzib qo'yaman aldasang basharangni. Xo'p. Davay. Bo'ldi ustakalar, sizlar bemalol ketaversanglar bo'ladi. Sizlarga ilova orqali kamida 30 ming so'm pul tushadi. Ha, rahmat. Agindin, ushadimmi? Meni pulimga nima reja qilding? Nimaga bu senga pul tashlab berib, tiling birmi? Qo'yib yuboring aka. Sizni pulingiz вообще kerak yo'q. Siz o'zingiz royal suv isitgichini qo'yib ber deganmidingiz? Har bitta royal suv isitgichini qo'yib bergan ustaga 30 ming so'm pul tashlab beryapti bular. Kamida 30 ming. Undan tashqari har oy bitta Damas o'ynalyapti. Eng ko'p mahsulot o'rnatgan ustani Damas yutish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Ustalarning davri kelibdi-da. Menga qara. 30 ming so'm menga kerak emas. Menga Damasni yutsang menga berasan, chunki meni pulimga kelyapti-da Damas. Boray bitta dorobga boshim og'rib ketdi. Qanaqa dori? Kimning puliga dori olyapsan? O'zimni pulimga aka, mana pulingizni olingda qaytib ko'zimga ko'rmaydi. Tushundingizmi? Boshqa usta ishlating. Xudoga shukr, pulim qaytdi. Bilmayman, mana shu pulim ketgandan keyin menda halovat yo'qoldi. Ustalarga bo'lgan ishonchim yo'qmi, bilmayman. Balki shunaqa tarbiya topgandirman. Men qattiq deb o'ylamanglar. Bu pulni mehnat qilib topganman.